Ama bugünkü bu kitapın tanıştırış faaliyetiga hoş gelipsizler. Muşu başkan kadınlarga ben bu faaliyetni o'rinlashtiruvchi viloyatdan vakildan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Albatta elning xizmatini qilish g'oyatda cho'ng har bir inson uchun bir sharafli bir xizmat. Bu oson emas, nurg'ulg'an vaqtlarni, bedellarni to'lashga muhtoj bo'lamiz, ehtiyojli bo'lamiz. Bunun içinde elki hizmet kılışının içinde bu elniki akademik için elniki en yukarı yazıkçılığı bularınki terakkiyatı için medeniyeti kültürünü saklaş için bir kadem geçmiş bununla vakit adırtış ve kıymetli kitaplarını kılış bu en tez hizmetlerindeki birisi. Aramızda ne kadar dehşetli bizim aramızda boşunda bir hizmetke kadem baskan ve uzun yıllardan bir yan kıymetli vaktini, gücünü fakat da şivsiyenemez dünyanın her yerindeki hizmetlerine köklü koşulatkan bir yakıcı bir hemşiremiz var. Zahid Özgür Hanım. Bugün bir yerde evimizin zıgılışı Zahid Hanım'ın ki seyyahlar izin diyen bir kitabı bugün neşreden çıktı. Bu da algıyla emeğinin vakalından çünkü ondan tebrikleyim. Zahid Hanım'ın kısaca bir tercümanını okup biteyim. Analikin yurt çoğunluğa ve kelgen kıymetli mikmallarına sözümüzü verelim. Zahid Özgür Ürümçi şehri ziyarı ailesinde dünyaya gelip 1989 yıldan 1994 yılgacha Şinjan Universiteti Şarkı Türkistan Üniversitesi'nin İngiliz Dil Fakültesi'nde bakalavrlık algan ekin. 94'ten 93'te Yezgilik Bankasının halkaralık bölümünde şu bankanın Yezgilik bu muavin jurnalda muavin baş muharrirlik ve tercümsüzlük hizmetleri şoğullangan. 2013 ailesi gelgisi çetelge çıkan ekin öztürvatlan devlet şivsiyetinin şivitlerini tezgerler Uygurlarının şu yerdeki Uygurlarının lügat olması da kıyınçılığını yaptığı için 2015 yılı Şivitçi Uygurcu lügatını tüzükçüdür. 2005-2008 yılgacha Stockholm Üniversitesi'nin İnsan Üniversitesi'nde bakalavrlık algandığı için hazır Uppsala Üniversitesi'nin Medeniyet Şunaslık testiden magisterlik unvanını bu işi okuyatıdır. Bugün bir yerde Zahid Hanım'ınki yeni bir eseri seyyahlar izin namlı bu eserlerini çaldı Türk'ümüz. Hemen Şivisiye'deki barılık Uygurlar'a şarkısal vakalden adımız bizim yurt adımız Tarih sarkatımızı söyledi o sıkıntı için tabii söz beşte teklifini veremem. Uygurlar naik köpeği hesap koşkan Uygurların müziğe. Uygurlarınki medeniyeti şunçılık küçük olan ki bana hazır görüvasıyla bizdeki mesela özümüzün medeniyetini siliştirip olan vaxtıda elbette Uygurlar birinci orunda bulandır desem hatalaşmayım da nimeden desek tarih dinleyimiz mi, ya ki medeniyet dinleyimiz mi, ya ki taamlar dinleyimiz mi, ya ki başka edep, ahlak ve İslam dininin kandak kabul kılışını dinleyimiz mi? Muşların hemisi yıkkanda Uygur halkıda mükemmel kabul kılıngan. Muşların hemisi. Şuanın evlatları meşede oturttunuz biz. Ama bizimki tarihinin nemisi bilen bizim bana görüvasıyla naik ahlakı çıkıp aldık biz. Yani onun seyahatleri köp oluşu mümkün. Bunun sebeplerinin arasında hemen özümüzün ötken buluşu mümkün. Lekin şuna bak karamasın, bana bugün Zülhayat Özkör şundan yaxşı kitap yazıptı, sayaklar özü dinleyen bir kitap yazıptı. Bu kitap fakat bu tarih emas, bu kitap fakat medeniyet emas, bu kitap fakat dil emas. Bu kitap hemen. Bu kitabın hemisi etkandan aslında bir Uygurlar qanday bo'lgan bo'lsa shunday. Bir necha Şivit tadqiqotlarniki qo'shgan tepkileri bir yerda qoldirgan izlari, bu kitobda deyilgan bir yerda qoldirgan ta'siri. Şivit üçün elbette ve Şivsiye'den bağlan akademiklar, Türkologlar 18. yılın ahırdan tartib 40 yıl bizning aytmish Türkistan'da Uygur tilining yazıqninki taraqqiyoti, medisinachilik ve nurg'un narsalarga ko'p qo'shildi. Bugün aramızda 3 tane kıymetli mekminimiz oturdu. Halkası Sverige och Sveriges akademiker eliternas råd kan inte underskatta så när man pratar om uigurer, uigurska språket
och skriftes utveckling i slutet av 1800-talet. Idag bland oss sitter tre stycken ärade gäster. Margareta och hennes män och Patrik Helson, doktorandstudent på Uppsala universitetet. Jag lämnar ordet till Margareta. Volym. Mening hayalimda sizin kitap İsviçre bir işkence kitap. Ya, birinci kitap hem dikt bu hiç. Ya. Ve sizler bilirsiniz ki benim anam ve dadam Şarkı Türkistan'da işledi. 30. yıllarda. Dadam doktorunun iş kirdi ve anam şükşefişka. Ve Kaşgar'da bir keserkhana ve yakında keserkhana. Kaşgar ve yakında işledi. Så min mamma och pappa jobbade i Österbystan på 1930-talet. Och jag har hört neler sizin kitapta anam ve dadam ibaresiyle siz yazdınız. Hikayesi var. Rahmet. Yaxshısınızlar. İsmim Patrik. Ben Uppsala'da tatbikatçı işiniz bölümünde işliyorum. Elbette bu kitabını hemen kısmenlerimiz okuduk, yakımız okuşalladık, kıvatımız. Ama adamlar kitap okuyduğunlarının soraydıgan kalısı kilgama suallar var. Olsun bu yazgıcı, aptor bu kitabını ne için yazgandı? Ne sebepten yazgandı, nemin ümit kılıp yazgandı? Ve okurmenlerden nemin kütüdügandı deydigan suallar kaldığımızda kildi. Əfsus ki, nurgun vaxtlarda aptor bilen bir vasıta görüşemeyecekken bunların əsligi fırsatımız olmaydı. Ama biz bugün bu kitabın içilişini kılıp durupdimiz. Aramızda aptorumuz bilen birlikte Zahid Hanım'dan bu suallardan köpçülükün aldığı bir özünki yazışınki sebepleri ve bizden kütüdüganlarını ortaklaşıqa teklif kılmak. Merhamet. Assalamu alaikum, qarindoshlar. Hammalarning bu yerga qimmatli vaqtlarni chiqarib kelganingizdan shundoq söyündim. Niye yaptı? Selkom'la Tildagens bu kişiler. Ben biraz uzakta kıyıp koyduğum okşayman. Bu 700 kitabını yazgan ki onun çokum bir sebebi buldu. Hem de insan öz halkı için, milleti için ecir kısa bu dünyadaki en halal bir emgek dep oylayman. Hem de bu emgekinin nivesini yani şu insanlar özünün halkı bilen, milleti bilen bäherlengiz kildiken şoňa bir gün anlamış sorunga teklif oturupdyk. Endi muşu kitapny köýgende ýokurdan ijatmy közüp ötdi. Muş mukawasyndan bileýmiz. Bu çokum bir Uýgurga aýt kitap diýen şeýle kelimiz. Eger bu kitapnyň mazmunyny 3 egiz sözge ýygynçaklaşyp togry gelse, Şarkı Türkistan, Şivisiye ve Uygur diyen 3 sözge ýygynçaklaşypga buldum. Endi Şarkı Türkistan tarixga nazar saldygan bolsak, tarixte nurgullygan hükümran padişahlar bolsun, meýli seýyahlar, gurbetçiler bolsun, doğucular bolsun, hemmisinin dikkati şu ýerge merkezleşken
xuddi bir magnetga o'xshaydigan ashunda bir zemin ekan deb his qilamiz. Hatto bugungi kundami dunyodagi shahvat taxtisidagi ba'zi o'yinlarning sababi yanada mushu Markaziy Osiyoga, bizning vatanimizga markazlashgan. Kitobni endi nima uchun mushu zemin mushundaq xalqlarni jalb qilgan bir zemin bo'lib qolgandi degan bir savol tug'ildi kallamizga. Buningga endi hammamiz biladigan bir gap bor. Amerikalik Morgan'niki, Lewis Henry Morgan, evolutionist deb qo'yamiz bu. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasining asosini soluvchi insonshunos, kimyashunos shu odamning bir gapi bunga javob bo'la oladi deyman. Taklamakanlikki, dunyo madaniyatining ochqichi taklamakan o'ymonligidan tepildi degan bir eg'iz so'z shunga. Bu zeminning nima uchun shunday jalbkor, jazbador zemin bo'lganligiga mushu so'z yetarli deb o'ylayman. Endi bu kitobimizga qaytib kelsak, cümle vəcidən kitapqa mushu güher zeminimizga safar qilgan bir qism şivsiyalik seyyahlar, türkologlar, uyg'urshunoslar, ekspressiyachilar, shuningdek missionerlar, ularning endi kimligi aniq bo'lmagan bir qism kishilar bor. Mushlarniki bizning vatanimiz haqida qoldirgan kitapları, eserleri, kündülük hatırları, qatarlıqlardan endi ma'lumot berishni o'yladim. Bu materiallar asosiyatdan kündülük xotira, foto surat, ham ba'zi asarlarningki asli nusxasi, uningki transkripsiyasi, tarjimasi, ham o'zlarining avtorning muhokamalari yondashtirib berildi. Çünkü bu xil materiallar neçə vaxtdan əmri xata düşənçi payda qılıb qoyğan, xata məlumat verilən yoki xalqımızın faqatla xəbəri yox materiallar buluşu mümkün. Bunun içində bir misalını alsam, Steven Hedin əfəndinin 1935 yılı sızğan Şərq Türkistan xəritəsi Tibet onun dikilmiş O'rta Asiya atlasını sızgan Steven 2000 parçadan artıq xəritaları etnografiya muzeyda saxlanır. Şu xəritədə bizning vatanimizning yer ko'lami 1.800.000 ekanlandi. Shuni masshtabga qarab hisoblab chiqdik. Vatanda asosiyatdan hammamiz Sharq Turkistonning yer ko'lamini 1.600.000 deb bilib kelgan. Endi chet elda 1.800.000 deb elishni endi shu Uyg'ur akademiyasidagilar to'rbatlarga chiqarib yig'inlarda shu 1.800.000 deb olamiz deb shunday bekitdi. Endi ular shu mening ta'minlagan Steven Hedin sızgan şu 35-yildagi xaritini asos qilib turib, undan keyin yana ba'zi tadqiqotchilarning shu yer maydoni haqidagi isbotlari bor ekan, shuni qarab yer maydonini shunday deb isbotladi. Bundan endi shu tarixiy materiallarning qanchalik muhimligini, taqdirini belgilashga bevosita rol o'ynaydiganligini endi ko'rinishga bo'ldi. Endi zeminimizdagi garchi endi bu shu yuqorida deb o'tdik, sayyohlarning, ekspressiyachilarning, missionerlarning bularning zeminimizga endi safar qilish maqsadi, niyati albatta o'xshamaydi. Bunun keyniga yo'shirin ko'langilar yo'shiringan, yo'shirin niyatlar yo'shiringan, lekin bularga xalqimizniki, ya'ni qarindoshlarimizniki sovuqqonlik bilan, tamkinlik bilan muomala qilishini, buni bir ilmiy asar qatorida ko'rishni umid qilaman. Endi g'arb dunyosimi mushu materiallar orqali Uyg'urlarni, Sharq Turkistonni tanıyapti. Bular endi boshqalarning Sharq Turkistonni tanish uchun, Uyg'urlarni tanish uchun albatta zo'r rol o'ynaydi. Endi buni ilmiy asar qatorida muomala qilsak bo'ldi deb o'ylayman. Kitobni o'qish jarayonida qarindoshlarimiz balki 100 yil burungi xalqningki diniy aqidasi, madaniyatining qandoq tajovuzchiliklarga uchraganligini biz kitobni o'qish jarayonida his qila olamiz.
hem müstemlik siyasetinin kanda bulup müstemlik siyasetinin bir kurbanı bulup qalğanlığını kitap arqılıq düşünələydi dep oylayman. Endi yana bir yaxdan muşu qismat Uyghur xalqınınki hem de muşu bugünkü ro'yi dünyasida hem bugünkü muşu Uyg'urlarning xarakterinin şekillenişide qandaq rol o'yindi, muşu xil xarakterga, muşu xil holatga ro'yi dünyasının şekillenişiga nimalar sabab bo'ldi? Muşu kitapta uni men muhokama qilib shu sabablarni ilgari surib o'tirib qo'ydim. Qarindoshlar, uni tushunaladi deb o'ylayman. Belki bu kitapның konuşturuş filmini ko'rdinglar. Sayyohlar izlangan kitapның konuşturuş filmleri u yerda konuşturuldi, taqdirdi. Buningda bir gap bor endi. Bu kitap Xitoyninki bu zemin azaldan bizning deydigan safsatisga tasdiq urdi degan bir jumla bor. Endi bundaq deyishimizdagi sabab shu bir sifatida bir misol keltirishni muvaffaq ko'rdim. Bu hayvonlarda bizning dağlıq erbablarımızın, tarixçimiz Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobi. Shu kitobda va yana vatandan chiqqan ba'zi materiallarda Uyg'urlar haqida, Uyg'urlarning madaniyati haqida bayon qilib, Yipak Uyg'urlarning ixtirosi ekanligini o'tirib qo'ygan. Ya'ni Yipakning Xotandan tarqalganligini, eng dastlabda Yipakning ijodchilari, Yipak to'qishni Uyg'urlar ijod qilgan degan gaplar bor. Bu gaplarni anglaganda hammamiz shundoq hayajonlangandik. Lekin endi vatandagi sabablardan bo'lishi mumkin, sharoitdan, cheklamalardan deb o'ylayman. Aniq bir manba ko'rsatilgancha, uning qaysi manbada ilingan, bu gap nada bor ekan, tarixiy faktlar asosan Turkmandan tepilgan, Xotandan tepilgan tarixiy yodgorliklar asosan degan gap bor. Men endi bu kitobimda bu zodi qaysi yodgorlikdi degan masalaga javob berdim. Ya'ni Svenheden efendim bir qancha qadimiy xarobaliklarni bayqagan Xotan tarafdan Dandanöylik xarobasi deymiz, Götgen xarobaligi deymiz, Niya xarobasi deymiz. Aşu yerning ostida qizilingan materiallarda bir parcha hujjat bor ekan ayni vaqtida. Bu hujjat boj hujjat ekanda boj topshirganning isbotiga bu 7 milodiy 7-8 asrlarga tava bir boj hujjat ekan. Men shu boshqa tadqiqotchilarningki mushu haqda yozgan materiallarni ko'rib, shu hujjatning asl nusxasini berdim kitobda. Anamdan keyin onun transkripsiyasini, tercümesini berdim. Bu hujjat zodi nima deyilgan deganda, bakninki endi qadimgi Xotan tilida Tavna deb atilganligini yozibdi. Endi bu shu vaqtdagi Xotan davlatining Xitoylarga boj topshirgan bir hujjat ekanda, uningdan keyingi davrlarda, ya'ni 10-asrlarga kelganda Xitoycha manbalarda bu şu vaqtida Yipakni pul o'rnida qo'llanganligini yozgan ekan. Buning bir isboti shu pul birligi bor. Rahning masalan uzunligiga qarab bir champu deydigan. Bir champu degani hozirda 40 chi deganda ekan Xitoycha. Shu o'lcham birligi teng keladigan rahganda shuning qimmatidagi bojni to'lagan ekan. Şu gapni anandaki Moğol istilasiga kelganki bu champu degan gapni bo'z deb oldigan bo'pti. Anandaki tadqiqotchilar bu bo'z degan so'zni surishtirib, bu Uyg'ur tilidagi bo'zdan gap chiqqan deb shunday qilib bu Yipak asli Uyg'urlarning ixtirosi degan bir ko'z qarash ilgari surilgan ekan. Men shu faktlarni Svenhedenning Uyg'ur madaniyatiga ilib kelgan to'hfalari degan bir bobda onun için ayrım til medeniyeti nimelerine et geldi, etnografiya nimelerine et geldi, Uyg'urlarning etnik manbasini aniqlashga nimelerine et geldi deb başka bir 6-7 türler bo'yicha yozib chiqdim. Uni qarindoshlar ko'rib baqsa bo'ldi. Endi hozirgi kunda shundoq asos jihatdan atrofimiz qaraydigan bo'lsak, ro'yimiz tushkunlashib ketayotgan, umidimizni uzayotgan, endi vatanda xalqimizning tortayotgan azoblarini o'ylasak, psixikalarimiz buzilib ketayotgan shunday bir
vaqtida qarindoshlarımga shu kitobni sunish, taqdim qilish orqali xalqimizning o'zidan faxrlanish tuyg'usini, texmi oshirishini, mustaqilligi bo'lgan umidini yo'qotmasligini umid qilib, shunday bir vaziyatda bu kitobni sundim desam bo'ldi. Endi inson bo'lgandan keyin yana har qanday ishni qilganda cho'qim bir xatoliklarni saqlang'ili bo'lmaydi. Kitobni o'qiganda xatoliklarni tuzitib, o'qishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Hem bu kitobni vujudga chiqarish uchun menga har jihatdan yordam qilgan barliq qarindoshlarımga rahmatimni bildiraman. Bularni tilga ep o'tishni muvaffaq ko'rdim. Doktor Asad Sulayman meni har zaman qo'llab, yaxshi materiallar bilan, fikrlar bilan ta'minlab keldi. Doktor Abdusamat, undan boshqa kasbdoshlarim, xizmatdoshlarim Patrik Hazun Ingvar, Svanberg, Margarita meni ota-onasining materiallari bilan ta'minladi. Ondan Håkan Valkis efendi Sevinay'dan Fanlı Cemiyeti'nin işligini bana iç berdi desem buldu. Şunun tadqiq qilish huquqini berdi. Hem bu kitap neşr qilingandan keyin kitapni shu Sevinay'dan Fanlı Cemiyeti'ga qo'yib qo'ydigan bo'ldi. Bugun kelanmay qoldi, kelar hafta ko'rishgan bo'ldik. Bu jarayonda yana mening yonimda turib meni qo'llab kelgan, qiling Zulayat, yezing Zulayat deb kelgan yo'ldoshim Anvarga, ailemdekilerning meni qo'llab kelganiga rahmat aytaman. Tack för att ni kunde komma dagens bokutsläpp. Det var jättekul att se så många som kunde komma. Jag verkligen visar min tacksamhet till allihopa genom dessa år. Tack för eran stöd, eran omtanke och eran uppmärksamhet. Jag vill tacka Patrik Halsson och Ingvar Svanberg. Har gjort jättemycket arbete för att belysa dagens sorgliga situation av uigurer och deras outtrottade engagemang för att främja uigurernas kultur, litteratur och historia. Hammalarga yana bir qatim rahmat aytaman. Zayxan'a çok rahmet indirdim. Elbette bir yerden Şivsiyeli köprügen ziyali üründaşlarımız, hemşehrilerimiz var. Zayxan'ınki yakından turup gelgen dostu ve sabdeşlerden Raila Kemal Hanım'ını özünki bu kitap doğrusundaki kıymetli göz kararlarını size peşkeş kıldım. Esselamu Aleyküm. Qarindoshlar, vatandoshlar. Men kitobni bir hafta burun qochirib olgandim. Elbette to'liq o'qib olmadim. Kitobning ichidagi o'zim qiziqqan mazmunlarni, kitobning ichidagi mundarjilarni bir qilib axtarib o'zim qiziqqan mazmunlarni o'qidim. Shu o'qiganlarim asosida o'zimga dastlabki qanday tushunchaga bo'lganligim haqida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Bugün biz Şivsiyada yaşayotgan barliq Uyg'urlar uchun to'liq ahamiyatli, ma'nili, go'zal bir kun bo'ldi deb qarayman. Do'stimiz vijdonli, aqlli, tirishchan Zulayat shundaqla Zulayatni oqis turib, har qachon Zulayatni qo'llab, quvvatlab, qo'g'dab, voy o'zi dedi-ku, qiling Zulayat, eting Zulayat demakning o'zi olamga bir madad. Quttugan Anvarni va oilasini chin yurtimdan muboraklayman. Muborak bo'lsin. Kitap insoniyatning o'z qo'li bilan bino qilgan haqiqiy va birdan-bir al-ikroni deganligi Abdushkur Muhammad deman. Sayyohlar izidan Zulhayatning Shivsiyada yashab kelgan bu 10 yillik hayotidagi jafoliq ilmiy amgikining, tirishchanligining, nurg'un voz kechishlar badalining shirin yuzidir.
men kitobni topshirib berib bek hayajonlandim. Xuddi bu kitobni o'zim yozgandek xush bo'ldim. Nimishga? Chunki mushundaq bir cho'ng hajmdagi kitobni yozishning, bo'libmi bir ayol kishining yozishining ig'ir ahli emgak, jismoniy qat'iylik va mukammal ruhiy sijillikni talab qilganligini, talab qiladigan asarni yozib tamomlashning to'liq mushkul ekanligini bilardim. Shundaqla men Zulhayatni yaqindan taniydigan bir do'sti bo'lib suhbatim bilan Zulhayatning hayotini, vaqtini, zehnini nimalarga sarf qilganligini yaxshi bilganligim uchun Zulhayatning shunday bir kitobni yozib chiqa oladiganligini ham tushundim. Mushundaq ishonish alashgan bir xil iftixorlik bilan shunchalik xushib ketdim. Kitobni elib oldi bilan beqitim taqqan kitobning muqovasi bo'ldi. Bay o'zimda bitib ketdi. Kitobning muqovasi mayda to'g'ri yaxshi loyimdi. Hozir qurib ketgan, lekin yaqingacha takmakan bog'ni sug'urib kelgan Lob ko'liga va yiroq o'tmishga bog'laydigan suz yiqishliq serixdan shundaqla tahkimi haydayotgan biliqchi va hamrohlari bizga bu kitobdagi mazmunlardan uchur berib, qiziqishimizni, ko'ngil yaqinligimizni bevosita qo'zg'aydi. Dunyoning nazaridan saqib o'tgan shu yurtni ham shu yurtga, shu tarixga bog'langan kishilarni eslatadigan issiq bir tuyg'u bizni chirmaydi. Endi kitobning meni hammadan qayli qilgan yeri Shved ekspeditsiyalari va missionerlarning yig'ib to'plagan hujjat va materiallar bilan avtorning ularga yondashgan tadqiqot maqolalari, to'liqnalari bo'ldi. Avtorning izlanishlaridan rostchilik, samimiylikni ko'rdim. Bundan Zulhayatning ko'p taraflama, ko'p qatlamli izlanganligini, cho'nqur tadqiq qilganligini bilalaymiz. Biz haqida chet ellik sayyohlarning ig'zidan anglash, xotirasidan ko'rish, albomlarini varaqlash Avtor Zulhayatning ijtihodi bilan bizga nasib bo'ldi. Bu kitob bizning Uyg'urlar bilan g'arb dunyosi o'rtasidagi yaqin zamon madaniyat aloqalarini bilishimizda, o'rganishimizda qo'ral xarakterli rol o'ynaydi. Texnik bizmi aniq bilmagan shu ajdodlarimizni, ularning hayotini, shu davrning siyosiy, ijtimoiy atmosferasini tushunishimizda muhim materialdir. Oxirida shuni degim keldiki, bu kitob bizni nimaga dalolat qiladi? Bizga nimadan ishorat beryapti? Uyg'urlar tarixda saltanat surgan, buyuk madaniyat yaratgan bir millat bo'lgan bo'lsa-mu, o'z tarixini o'zi eng oz yozgan millatlardan biridir. Buningga garchi turli tuman sabablar bo'lgan bo'lsa-mu, o'zimizni oqlamaymiz. Bu kitobga kirgizilgan qo'l yozmalar, vasiqa hujjatlar, risolalar, etnografiyalik materiallar sayyohlarning ko'rgan, bilganlari to'plaganlaridir. Buni agar o'zimiz yozib qoldirgan bo'lsak, qanday bo'lar edi degan savol aqlimdan kechdi. Şu an muhaciratdagi har birimizning hech kim tatbiq bo'lolmaydigan bir boyligimiz bor. U bo'lsa tafakkur qilish va yozib xotirlab qoldirish. Biz mayli vatanlik chog'da ko'rganimiz, shahid bo'lganimiz bo'lsin, nazarimizda qimmat bo'lsa xotirlab maqsad. Muhaciratdagi hayotimizda o'zimiz yo'l qilayotgan ishlarni, hodisalarni, o'ylaganlarimizni, hatto dard hasratlarimizni yozib qoldirsak, yana 10-20 yildan keyin bu yozganlarimiz o'tgan kunlarimizni yo'ritib berdi. Javobsiz qolgan savollarimiz, tashvishlarimiz javobini topadi. Bizmi hayotda bir sayyoh, yurmaganimiz ko'p tehi, palakning choqi nimdaydi, ko'rmaganimiz ko'p tehi, zinohlarni qilib noxush, ko'rmaganimiz ko'p tehi, kim bizni yo'qidi deydi, o'lmaganimiz ko'p tehi.
kitabni to'liq o'qib tugatgandan keyingi ta'sirotdan texmi yorqin va mukammal bo'lishi mumkin. Hozircha bizlarning istiqollarini 5-chi kitob bilan diqqat berganlarga rahmat. Endi Zulayb xonimning yana bir yaqin do'sti hemşirimiz Baxtigul xonimning bu kitob to'g'risida o'zining yurak so'zini berdi. Merhaba. Assalamu alaykum, muhtaram azizlar. Hammalarga qadam tashlab uchun ko'p rahmat. Yosh edik, mushkul safarga otilib chiqqandi biz. Endi otqa mingidak bo'lib qoldi ana navrimiz. Az edik, mushkul safarga otilib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon atalib qoldirib cho'llarni biz. Qoldi iz cho'llar aro gohi davollarda yana. Qoldi ne arslanlar, dashti cho'lda qabrisiz. Qabrisiz qoldi imam yo'lg'in qizargan dalada. Gül çiçekler dökülür kanla baharda qabrimiz. Qaldı iz, qaldı manzil, qaldı yiroqda hammasi. Chiqsa bo'ron, ko'si qumlar ham ko'milmas izimiz. To'xtamas karvan yo'lidan garchi otlar bek urib, taqsi bu izni bir kun navrimiz ya erimiz. Mana ko'rib o'tganimizda anladığımızda ko'rib o'tganimizda Zulayb xonim O'kir efendimning izig'i bor, isloq qilib mana bu mashhur kitobi Seyyahlar izidini xalqimizga taqdim qildi. Bu kitobning nashr qilinishi bilan butun dunyoda Uyg'urni so'yguchi, Uyg'ur tilini bilguchi, ya'ni muhojirda yashayotgan barliq Uyg'urlarimiz uchun intayin tarixiy ahamiyatli vaqtlar bo'ldi. Mushu vaqtda biz sharif bo'lib o'tiramiz mana. Seyyahlar izidan kitobining tarixchidan hammamiz faxrlanamiz. Bu ahamiyatli marosimda biz o'zining qimmatli vaqtidan to'liq foydalanib, ilmiy izlanishlardan javhar to'plab, bilimini kitob qilib elga taqdim etgan, elni so'ygan, ajdod yo'lida qidirab izlangan, ajdodlar uchun sham bo'lib qo'ygan faxrli go'zal qizimiz Zulayb xonimga Zulayabni ve barliq xizmatlarni yaqindan jonfidolik bilan qo'llab, qo'g'dab, kitobning ro'yobga chiqishi uchun ko'p ajrlar qilgan fidokor yo'ldoshi Anvar afandimga butkul jamoat nomidan rahmat aytamiz. Chin yurakdan tabriklar azizlar. Belki jiqchafatlar bu kitobni vujudga chiqarish oson ish emas. Maqolarimiz bilimiz. ilmiy emgakni vujudga chiqarish intayin zilliq talab qiladi, vaqt talab qiladi. Zulayb O'kir xonim o'zining dinida bor bo'lgan o'tkirligi, ilm-humarligi, jafoga chidamligi, izlanishchan ruhi, go'zal hislatlar bilan Uyg'ur xonim qizlarining parlaq ulgisini yaratdi. Aferin. Şunda Uyg'ur xonim qizlari aql farosatda, talantda, go'zallikda, latofatda, botirlik, jasoratda, shijoatda dunyodagi boshqa el millat xonim qizlaridan hech qilishmasdir. Shunda Uyg'ur xonim qizlar tarixidagi Omay ana, Ayxon ana, Tomaris, Amanisaxon, Ikbarxon, Rizvangul nurg'un ruhlarni vujudiga mujassamlagan farosat va go'zallik konidir. Uyg'ur xonim qizlari millatning ul asosiy qurg'uvchilari, shuhrati, qonuni jonidir. Uyg'ur xonim qizlari yiqilganni yulaydigan, balajon sabilarni beshki bilaydigan, turg'onga oltin ko'rik, o'tadiganga oltin ko'rikdir. Uyg'ur xonim qizlari uylarda jonlarga jonon, janggohlarda Rizvangul, raqiblarni titratgan Tomaris, arnimizni qo'g'diq uchun nuzug'un, zolim shohlarga bosh egmas ishbarxonlardir. Bunun istaklarga tiz tutmas po'lat jonlardir. Arslanlarga, arslanxonlarga, shohlarga ona bo'lgan dilbar jonlardir, shirin jonlardir. Ular taklimagan çöl dalillarda, Xan Tangri çokullarda, sayran boylarda, tarım badillarda, vatanning muqaddas osmonlarida o'rlik uchun kezib yurgan pak ruhlardir.
talant ve icadından tamcı sunulan Zulayat Ötkür Hanım, aşu pak ruhlarının tirik namayemizdir. El namıdan çeksiz teşekkürler ve ani ihtiram bilen kichkina mukafatımız, hediyemiz var. Merhamet Zulayat Hanım, Enver Efendim, oturma bir minut tepelse, şunu da toplayalım. Oj, vad mycket blommor. Oj, oj, oj. Du kan... Vänta. Händer. Rajbaya, mana Guldastaga ko'mildi degan mush mana. Şimdi yazsın, her şey çıksın, Bahtınur Hanım'dan başkalarının altın özü kon manemendir inşallah. Çünkü balılarımız, hanımlarımız hemen yazı alayız, oku alayız, sözlü alayız, tarot alayız. Kelimizde okumayın, ballarımızı büyüteyin. Çünkü Uyghur dili, efendiler degende, hanımlar degende, dünya boyunca 61. oranda turdu. Memleket boyunca 56 millet ülkede 2. oranda turdu. Şu an dillerimizni unutmayın. Tekrar kendimizi bu sorunlarımızdan, kızımızdan, ömrümüzü, fikrimizden tabii yukarı kesmeyizden ergeniz, Uygurlar şikat etkenlikini yanıtlıklı degendek olduk dep oylayman. Ben gerçi bu imamlara katli ezen layık hesaplamayman, lekin hammanın kalbiga, ko'ngliga cho'nqur rahmat bildirman. Ağzım gap chiqarmay qoldi. Hayajondan. Yaş idik. Uzun seferge atlanıp mangandı biz. Endi atka mingidek bop kaldı ana nevrimiz. Az idik. Müşkül seferge atlanıp çıkandı biz. Endi çoğun karvan ataldık. Kaldırıp çöllerde iz. Kaldı iz çöller ara. Gahi davallarda yana. Kaldı nini arıslallar, deş çölde kabrisiz.
Qabrisiz qoldi demang, yulg'un qizargan dalada. Gül çiçekki pürkü nur, tongni baharda qabrimiz. Qoldi iz, qoldi manzil, qoldi uzoqda hammasi. Chiqsa bo'ron, ko'tsi qumla, ham ko'milmas izimiz. To'xtamas karvon yo'liydin, garchi otlar bak uruq. Topqisi hiç bo'lmasa bu izni bir kun navrimiz yo övrimiz.